Assalomu alaykum, hurmatli biologiya ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan biologiya 2-darsimizni boshlaymiz. O'simlik hujayrasining tuzilishi. Xo'p, hujayra o'zi nima? Shu savolga javob olsak. Demak, hujayra tiriklikning tuzilish va funksional birligi. Yaxshi. Mana bu yerga e'tibor beraylik. Biz o'tgan darsimizda o'simlik yaxlit organizm ekanligi, unda vegetativ generativ organlar borligi haqida gaplashgan edik. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkinki, yaxlit organizm, mana bu esa organ. Organ ko'rishimiz mumkin, yana misol mikroskop ostida ko'rilganda juda ko'plab hujayralardan tashkil topgan. Ko'plab mana bu katakchalardan. Va mana shu har bir mana shu katakcha bu hujayra deb ataladi. Ya'ni qisqa qilib aytganimizda, hujayra tiriklikning eng kichik birligi, hujayralar birgalikda to'qimalarni hosil qiladi, to'qimalar esa organlarni, organlar esa yaxlit organizmni hosil qiladi. Aynan mana shu hujayrani o'rganuvchi fan histologiya deb ataladi. Odatda biz hujayrani oddiy ko'z bilan ko'ra olmaymiz. Sababi esa u juda ham kichkina bo'ladi. Lekin ayrim o'simlik mevalari hujayrasini oddiy ko'z bilan ko'rishimiz mumkin. Misol uchun limon, mandarin, pomidor va tarvuz. Tarvuzni hammamiz deyarli iste'mol qilganmiz. Tarvuzni kesib qaraganimizda mayda-mayda qandaydir pufakchalarni ko'rishimiz mumkin. Aynan o'sha narsa bu tarvuz mevasidagi hujayralar hisoblanadi. Xullas, qisqa qilib aytganda, hujayra tiriklikning tuzilish va funksional birligi. Eng kichik birlik bu hujayra hisoblanyapti. Xo'p, ana endi hujayraviy tuzilishga ko'ra organizmlar ikki guruhga bo'linadi. Bir hujayrali va ko'p hujayrali. Bir hujayrali o'simliklarga xlorella va xlamidamonadani ko'rishimiz mumkin. Ko'p hujayraliga esa barcha yuksak o'simliklar kiryapti. Xo'p, demak, tuban o'simliklar orasida ham hali Xudo xohlasa suvo'tlarni o'tayotgan paytimizda ko'p hujayrali vakillari borligini ko'rib o'tamiz. Ana endi hujayrani kim aniqlagan? Hujayrani ingliz fiziki Robert Cook tomonidan 1665-yilda kashf etilgan. Xo'p, hujayra 3 ta muhim tarkibiy qismdan iborat. Birinchisi bu uning hujayra qobig'i, ya'ni hujayra membranasi. Ikkinchisi sitoplazma va markazida yadro turibdi. Demak, hujayra mana shu 3 ta muhim tarkibiy qismdan iborat. Buni tasavvur qilishingiz uchun, demak, tasavvur qiling, qozonni oldingiz. Qozon bu hujayra qobig'i. Ichiga suvni soldingiz, ya'ni hujayra ichidagi suyuqlik, bu sitoplazma. Ichiga aytaylik go'shtni soldingiz, mana bu yadro hisoblanadi. Hozir biz mana shu hujayrani 3 ta muhim tarkibiy qismi haqida qisqa to'xtalib o'tsak. Misol uchun, hujayra qobig'i kletchatkadan iborat bo'lib, tiniq va mustahkam bo'ladi. Demak, hujayra qobig'i kletchatka degan moddadan iborat. Bu modda faqat o'simlik hujayrasi uchun xos. Hayvon, odam, zamburug' yo bakteriya hujayrasida mavjud emas. Ana endi hujayra qobig'i o'zi nima vazifani bajaradi? Birinchidan himoya qiladi. Misol uchun, tashqi muhitdan kelayotgan ta'sirlardan bu hujayrani himoya qilib turadi. Hujayraga shakl beradi. Misol uchun, to'rtburchak, aylana, yumaloq, ovalsimon va hokazo shakllar berish uchun kerak. Hamda tashqi muhit bilan bog'lash. Bu nima degani? Misol uchun, tashqi muhitdan hujayra ichiga modda kirishi mumkin yoki hujayra ichidan tashqi muhitga modda chiqishi mumkin. Aynan mana shu narsani demak hujayra qobig'i ta'minlab beradi. Moddalarni o'tkazadi. Tashqaridan ichkariga, ichkaridan tashqariga, shu tariqa tashqi muhit bilan bog'lab turadi. Ikkinchisi bu sitoplazma. Sitoplazma haqida nima degandik? Boyagi qozonimiz ichidagi suyuqlik. Xuddi shu tariqa hujayra ichidagi suyuqlik ham sitoplazma deyiladi. Hujayrani o'rganuvchi fan sitologiya dedik, sababi sitos bu hujayra degani. Sitoplazma esa sitos hujayra, plazma suyuqlik. Bu degani hujayra ichidagi suyuqlik, bu nima deyilar ekan? Sitoplazma deyilar ekan. Bu demak hujayraning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. U rangsiz, tiniq, suyuq yoki shilimshiq holda bo'lib, doimo harakatlanib turadi. Demak, sitoplazma doimo bir tomonlama harakat qiladi. Juda yaxshi. Ana endi yadroga o'tsak. Yadro hujayraning eng muhim tarkibiy qismi, shubhasiz. Va barcha eukariot hujayralarda yadro bor. Lekin prokariot hisoblangan ko'k yashil suvo'tlar, ya'ni sianobakteriyalar va bakteriyalarda yadro shakllanmagan. Yadroning ikkita muhim funksiyasi bor. Birinchi funksiyasi irsiy axborotni nasldan naslga o'tishini ta'minlaydi. Ikkinchi vazifasi esa hujayradagi moddalar almashinuvini boshqaradi. Demak, yadroda mana shu ikkita muhim xususiyat bor ekan. Ana endi
Boya qozonni oldik. Hujayra qobig'i. Ichiga suvni soldik. Sitoplazma. Go'shtni soldik, yadro. Bu 3 ta muhim komponent, tarkibiy qism. Xo'p, endi bizlarga qo'shimcha qismlar ham bormi? Bor, boyagi kartoshka, sabzi, piyoz solishimiz kerak-ku. Aynan mana shu narsalar organoidlar hisoblanadi. Ya'ni boyagi hujayra qobig'i, sitoplazma va yadrodan tashqari hujayrada yana organoidlar bor. Ulardan biri bu plastidalar. Plastidalar hujayraning asosiy tirik qismlaridan biri. Ular 3 xil bo'ladi. Birinchisi xloroplast. Xloroplastda yashil rang beruvchi xlorofil pigmenti bor va u fotosintez qiladi. Xlorofil pigmenti bor. Xlorofil yashil rang beradigan pigment. Va u o'simlikning yashil qismida bo'lib, fotosintezni ta'minlaydi. Fotosintez haqida qisqagina aytib ketadigan bo'lsak, fotosintez bu o'simlikning oziqlanish jarayoni. Ya'ni quyosh nuri ta'sirida o'simlik oziqlanadi. Aynan mana shu fotosintez jarayoni deyiladi va bu jarayon uchun xlorofil pigmenti kerak. Xlorofil pigmenti demak qaysi plastida bo'lar ekan? Xloroplastda. Ana endi ikkinchi plastidaga o'tadigan bo'lsak, bu xromoplast. Bu xloro edi, bu xromoplast. Xromoplastda demak qizil, sariq rangli pigmentlar bo'ladi. Xromoplastlar gul va mevalarga rang beradi. Va keyingisi leykoplast. Leykoplast rangsiz. Ularda zaxira moddalar saqlanadi. Misol uchun biz kartoshkani ko'rishimiz mumkin. Kartoshka tugunagini misol yerdan olgan vaqtimizda u leykoplastlarda aynan mana shu organik moddani to'plagan bo'ladi. U rangsiz bo'ladi. Yangi uzilgan kartoshkani ko'rgan-kimiz. Yaxshi, mana shu 3 xil demak plastida bor va bular o'simliklarda uchraydi faqat. Faqat o'simlikda. Zamburug', bakteriya, ko'k yashil suvutlarda plastida mavjud emas, shu jumladan hayvonlarda ham mavjud emas. Faqat o'simliklar uchun xos. Keyingi organoidga o'tsak, xo'p, bu vakuola ekan. Mana vakuolaga e'tibor bering, hujayraning ancha katta qismini egallab turibdi. Mana hujayramiz, boyagi qozonchamiz, ichidagi suyuqlik bor, ichida mana go'shti bor, yadro. Tak. Plastidalar bor dedik, mana plastida va endi vakuola bilan tanishamiz. Yana qolgan organoidlar ham bor, bular bilan yuqori sinf kitoblarida xudo xohlasa chiroyli tanishib o'tamiz. Endi vakuolaga to'xtalib o'tsak, vakuola nima? Vakuola sitoplazma ichidagi hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq. Yaxshi, u turli xil shaklda. Unda aniq bir shakl mavjud emas. Ya'ni u yosh hujayralarda tomish shaklda. Va hujayra yoshi o'tgan sayin ular bir-biriga qo'shilib boradi va butun boshli hujayra ichini egallashni boshlaydi. Uning tarkibida 70-95% suv va unda erigan minerallar va oqsillar, moy, shakar kabi organik moddalar. Vakuola bu mevalarning ta'mini belgilaydi, ya'ni shirin, nordon, achchiq bo'lishini. Agarda uning tarkibida uglevod ko'p bo'lsa, shirin bo'ladi, organik kislota ko'p bo'lsa, nordon bo'ladi mevaning ta'mi. Ana endi o'simlik hujayrasida 2 xil modda, anorganik va organik moddalar mavjud. Anorganik moddalarga suv va mineral tuzlar kiradi. Organik moddalarga esa oqsil, yog' hamda uglevod kiradi. Endi davom etsak, hujayralarning hayot faoliyati. Hujayra hayot faoliyatini biz Eladeya o'simligida o'rganamiz. Nima uchun? Sabablar. Birinchi sabablardan biri Eladeya barglari shaffof bo'lgani uchun mikroskopda butunligicha ko'rsa bo'ladi. Nima degani? Bargi shaffof, yupqa, bir qavat hujayralardan tuzilgan. Keyingisi, Eladeya suvda o'sganligi uchun uning bargi mikroskopda suv tomchisida tabiiy sharoitda o'sgandek tirik bo'ladi. Eladeya bu suvda o'sadigan o'simlik. Biz oldik uni, preparat tayyorladik, mikroskop ostida ko'rdik. Birinchidan, barg bir qavat bo'lganligi uchun uni butunligicha ko'rsa bo'ladi. Bemalol ko'rsak bo'ladi, ya'ni ortiqcha kesishga hojat mavjud emas. Ikkinchidan, suvda o'sganligi uchun mikroskopda tabiiy holda o'sgandek tirik turadi. Ya'ni hujayra ichidagi faoliyatni, harakatni biz bemalol ko'rishimiz mumkin. Demak, Eladena bargiga shu o'rinda e'tibor berib ketamiz. Poyada halqasimon joylashib ketgan.
Mana shu narsaga ham e'tiborli bo'lamiz. Xo'p, hujayrasini ko'radigan bo'lsak, hujayrasida nima bor? Mana bu yadrosi bor, hujayra qobig'i bor, sitoplazma suyuqligi bor. Mana bu narsa esa vakuola. Ko'rib turganingizdek, vakuola hujayra ichini ancha qismini egallab olgan. Va bu narsa yana davom etib ketaveradi o'simlik hujayrasida. Misol uchun, hujayrani ma'lum bir vaqtga yetgandan keyin oldida ikkita yo'li bor. Yo bo'linib ko'payish kerak yoki o'lish kerak. Bo'linib ko'payadigani faqat hosil qiluvchi to'qima hujayralari. Qolgan turdagi to'qima hujayralari esa nobud bo'ladi. Hosil qiluvchi to'qima hujayralarning bo'linishi qanday? Yadrosi kattalashadi, yadro ikkiga bo'linadi, undan keyin yadro maxsus parda bilan qoplanadi. Keyinchalik sitoplazmada ham to'siq paydo bo'ladi. Mana buni hujayra deb olsak, yadrolar bo'lindi, bittasi bu tomonga keldi, bitta yadro bu tomonga ketdi, maxsus parda bilan o'ralib oldi. Ana endi hujayra o'rtasidan to'siq paydo bo'ladi va ikkita hujayra hosil bo'ladi. Tamom. Va shu sikl davom etadi. Bo'lingan vaqtda plastidalar ham teng ikkiga bo'linib, yosh hujayralarga o'tadi. Hosil bo'lgan yosh hujayralar o'zidagi oziq modda hisobiga o'sishda davom etadi. O'simlikning o'sishi hujayralarning bo'linib ko'payishi va o'sishi hisobiga boradi deyiladi. Xo'p. Ana endi boyagi qari hujayra, endi nobud bo'ladigan hujayra bor-ku, o'sha bilan tanishsak. Yosh hujayrada hujayra qobig'i yupqa, qari hujayrada esa qalin bo'ladi. Yosh hujayrada boya aytganimizdek vakuola tomchi shaklida har joyda. Lekin hujayra o'sgan sari ular qo'shilib boradi va keyinchalik qari hujayralarda butun boshli hujayra ichini egallab oladi. Yosh hujayrada yadro va sitoplazma mavjud, qari hujayralarda esa ular nobud bo'lgan bo'ladi. Nima uchun? Chunki vakuola kattarib ketadi degan sitoplazma va yadroni bitta joyga siqib qo'yadi va ularni nobud qiladi. Ana endi o'simlik to'qimalarini ko'rib o'tsak. To'qima. Xo'p, o'zi nima u to'qima? Tuzilishi va vazifasi o'xshash bo'lgan hujayralar yig'indisi. Mana bu hujayra nima ekanligini bildikmi? Qanday qismlardan iborat ekanligini bildikmi? Ana endi mana shu tuzilishi va vazifasi o'xshash bo'lgan hujayralar yig'indisi birgalikda to'qimani hosil qilyapti. Mana bu bitta hujayra, mana bu to'plam esa nima deyiladi? To'qima deyiladi. Demak, tuzilishi va vazifasi o'xshash bo'lgan hujayra yig'indisi bu to'qima ekan. To'qimani 1862-yilda Anne Grew o'simliklar anatomiyasi nomli kitobida fanga kiritgan. 1682. Ana endi o'simlik organizmida bir qancha to'qimalar bor, 10 ga yaqin to'qimalar. Biz hozir sizlar bilan shularni 5 tasi bilan tanishib o'tamiz. Kitobimizda 6 tasi berilgan. Xo'p, demak bugun ko'rib o'tadiganimiz hosil qiluvchi to'qima, asosiy to'qima, qoplovchi to'qima, o'tkazuvchi va mexanik to'qimalar. To'qimalarni boshlashdan, o'rganishdan oldin to'qimalarni o'rganishdagi 3 qadamni ko'rib o'tsak. Ko'pchilik to'qimalarda qiynaladi. Nima uchun? Chunki to'g'ri yo'nalishda o'qimaydi. Hozir mana shuni sizlar bilan birgalikda bartaraf qilamiz. Ya'ni nimalarga e'tibor berish kerak, nima qilish kerak? Birinchisi, har doim to'qimaning hujayralarini tuzilishiga e'tibor berishimiz kerak. Har doim. Nima dedik boya? Tuzilishi va vazifasi o'xshash bo'lgan hujayralardan tashkil topgan. Xo'p, o'sha to'qimaning hujayralari qanday tuzilgan? Birinchi navbatda shuni bilishimiz kerak. Ikkinchi navbatda to'qimaning xili. Hozir mana shu 5 xil to'qima bilan tanishsak, hammasini kamida 2 xili bor. To'qimaning xilini bilishimiz kerak. Bir-biri bilan taqqoslay olishimiz kerak. Va to'qimaning vazifasi. Mana shu to'qima o'simlikda bormi? Demak, nimadir vazifani bajaradi. Aynan mana shu vazifani bilishimiz kerak. Har bir to'qimani o'rganayotgan vaqtimizda mana shu savollarga o'zimizga javob berishimiz kerak. Xo'p, tuzilishi qanday hujayralari? To'qimaning xili qanday? Ushbu to'qimaning vazifasi qanday? Mana shu 3 ta qadamni yaxshi olib borsak, Xudo xohlasa o'rganishimiz muammo bo'lmaydi.
Birinchi to'qimamiz bu hosil qiluvchi to'qima. Ikkinchi nomi esa meristema. Xo'p, hujayralari qanday tuzilgan? Hujayralari yirik yadroli, yo'qa nozik po'stli, quyuq sitoplazmali. Endi e'tibor bering. Birinchi so'zni o'zi yirik yadroli. Yirik yadroli. Yadrosi bormi? Demak u tirik. Yadrosi bormi? Demak tirik. Agar yadrosi bo'lmaganda esa o'lik desak bo'lardi. Keyin e'tibor bering, yirik yadroli deyapti. Hozir shu yerda bitta sekretchani aytib ketaman. Agarda yadro yirik bo'lsa, hujayra tez bo'linib ko'payadi. Yadroning yirik bo'lishi hujayraning tez bo'linib ko'payishi uchun xizmat qiladi. Biz bitta mana shu so'zni bilish orqali, yirik yadroli degan ma'lumotni bilish orqali yana ikkita ma'lumotni bilyapmiz. Xuddi shu tariqa agar hozir biz eng boshidan yaxshi o'qisak, hamma narsani maksimal zo'r qabul qilsak, u yog'i shunday oson bo'lib boraveradi. Ya'ni biz bitta narsani bilish orqali qolgan ikkita, uchta narsalarni tez topib ketishimiz mumkin. Yoki ozgina kallani ishlatish orqali qolganini o'zimizga oson qilishimiz mumkin. Xo'p. Hujayrasining tuzilishi haqida gaplashib o'tdik. Ana endi xili, ikki xili bor. Bittasi uchki meristema, ya'ni uchki hosil qiluvchi to'qima, bittasi yon meristema, ya'ni yon hosil qiluvchi to'qima. Uchki hosil qiluvchi to'qima qayerda? Uchki hosil qiluvchi to'qima ildizning bo'linuvchi zonasida, e'tibor bering. Ildizning bo'linuvchi zonasida hamda kurtakning o'sish konusida. Kurtakning o'sish konusida hamda ildizning bo'linuvchi zonasida. Mana hujayrani ko'rishimiz mumkinki, hujayra yirik yadroga ega, yadrosi yirik. Ana endi uchki hosil qiluvchi to'qima o'simlikning bo'yiga o'sishini ta'minlaydi. Mana ildizning uchdagi bo'linuvchi zonada joylashyapti. Ildizni bo'yiga o'sishini ta'minlaydi va kurtakning o'sish konusida joylashyapti. O'simlikning bo'yiga o'sishini ta'minlaydi. Yon meristema, ya'ni yon hosil qiluvchi to'qima. Bunga kambi kiradi. Kambi qayerda joylashgan desa, floema, lob, ya'ni floema hamda yog'ochlik, kisilema o'rtasida joylashgan. Floema va kisilema o'rtasida kambi joylashgan bo'ladi. Mana shu qavat, hozir ko'rib turganimiz bu kambi qavat hisoblanadi. Kambi qavatning vazifasi esa o'simlikning eniga o'sishini ta'minlash hisoblanadi. Endi to'qimaning vazifalari o'simlikning eniga va bo'yiga o'sishini ta'minladi. Mana bu bo'yiga o'sishni, bu esa eniga o'sishini ta'minlaydi. Ya'ni boyagi daraxt, butalar bor-ku, qalin bo'lib ketadi, yo'g'onlashib, diametri ortib. Aynan mana shu yon meristema qiladi o'shani. Bu birinchi vazifasi. Ikkinchisi, hosil qiluvchi to'qima hujayralaridan boshqa turdagi to'qimalar hosil bo'ladi. Ha, aynan shunday. Hosil qiluvchi to'qima boshqa turdagi asosiy, qoplovchi, o'tkazuvchi, mexanik, ajratuvchi va hokazo to'qimalarni hosil qilishda ishtirok etadi. Aynan boshqa turdagi to'qimalar bu hosil qiluvchi to'qimadan hosil bo'ladi. Asosiy to'qima. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, ikki xili bo'ladi. Xlorenxima hamda parenxima. Xlorenximaning ham, parenximaning ham hujayralari tirik. Xlorenximada xlorofil pigmenti mavjud. Endi e'tibor bering. Biz bo'yi xloroplastni o'tayotgan vaqtda xlorofil pigmenti haqida gaplashdik. Ya'ni xlorofil pigmenti yashil rang berishi va u fotosintez qilishi haqida gaplashdik. Xuddi shu tariqa biz hozir xlorenxima yoki assimilyatsion ikkinchi nomi, xlorenximaning xlorofil pigmentiga ega ekanligini bilish orqali biz uni o'simlikning yashil qismida bo'lishini bildik hamda fotosintez jarayonini amalga oshirishini bildik. Bitta mana bu birinchi ma'lumot asosida qolgan ikkita ma'lumot shunchaki miyamizga kirib ketadi. Juda oddiy. Parenxima bu jamg'aruvchi ikkinchi nomi. Bu daraxtlarning tanasida ildiz poya, ildiz meva, tugnaklar, piyozbosh, meva va urug'larda yaxshi rivojlangan bo'ladi va o'zida uglevod, oqsil va boshqa organik moddalar to'playdi. Ba'zi holatlarda organik moddadan tashqari suv to'plashi ham mumkin. Misol uchun, cho'llarda o'suvchi ayrim o'simliklar poyasi va bargida, masalan, kaktus tanasida
suv to'playdigan parenxima hujayralariga ega hisoblanadi. Xo'p, davom etsak. Qoplovchi to'qima. Xo'p, qoplovchi to'qimaning vazifasi nima? O'simlikning barcha organlarini tashqi tomondan qoplab turadi va o'simlik organlarini himoya qilish funksiyasini bajaradi. 3 xil epiderma, periderma va po'stloq xillari mavjud. Epiderma. Epiderma bir qavat shaffof zich joylashgan hujayralardan iborat mana. Bir qator shaffof zich joylashgan hujayralar. Bular demak barglarda va yosh novdalarni tashqi tomondan qoplab turadi. Epidermaning ustidan kutikula yoki mum joylashgan bo'ladi. Kutikula yoki mum. Bu kutikulaning vazifasi kam suv bo'latish uchun xizmat qiladi. Mana bu esa ikkita loviyasimon hujayradan iborat barg og'izchasi. Barg og'izchasi mana bitta loviyasimon va yana bitta loviyasimon. Jami ikkita hujayradan iborat bitta og'izcha. Bu orqali gazlar kiradi va chiqadi. Misol uchun fotosintez vaqtida karbonat angidrid kirib, kislorod chiqadi. Nafas olishda kislorod kirib, karbonat angidrid chiqib ketadi. Bundan tashqari barg og'izchalari orqali suv bug'latish, ya'ni transpiratsiya jarayoni ham amalga oshadi. Epiderma bir qavatdan iborat, keyinchalik periderma qavati hosil bo'ladi. Periderma haqida gaplashadigan bo'lsak, mana bu periderma qavati umumiy holatda mana e'tibor bering. Periderma. Periderma ikki xil hujayralardan iborat. Birinchisi po'kak, o'lik hujayralardan tashkil topgan, ikkinchisi esa tirik hujayralardan tashkil topgan hujayralar hisoblanadi. Ichki tomon tirik, tashqi tomoni esa o'lik hujayralardan iborat. Po'kak suberin moddasiga shumilgan. Ya'ni mana shu po'kak hujayralari e'tibor beringlar, o'lik, shuning uchun yadrosi yo'q. Suberin degan moddaga shimilgan. Suberin bu yoqsimon modda bo'lganligi uchun o'zidan gaz va suvni o'tkazmaydi. Demak, po'kak o'zidan gaz va suvni o'tkazmayaptimi? Mana bu tirik hujayralar qanday nafas oladi degan savol tug'iladi. Aynan mana shu tirik hujayralar po'kakdagi yasmiqchalar orqali nafas oladi. Yasmiqchalar. Yasmiqchalar orqali kislorod kiradi, karbonat angidrid gazi esa chiqib ketadi. Xo'p, asta-asta po'kak qavati yildan yilga hosil bo'lib, qalinlashib, keyinchalik mana bu po'stloqni hosil qiladi. Po'stloq hujayralari o'lik hujayralardan tashkil topganligi uchun cho'zilish xususiyatiga ega emas. Shuning uchun e'tibor bergan bo'lsalaringiz, qari daraxtlar, butalar tanasida yoriqlar paydo bo'lgan. Yoriq. Shuning uchun ham mana bu sababi boyagi po'stloq hujayralarining o'likligi va cho'zilish xususiyatiga ega emasligi. Xo'p, o'tkazuvchi to'qimaga o'tsak. O'tkazuvchi to'qima ikki xil naylardan iborat. Birinchisi kiselema naylari, kiselema qavatida joylashgan, ikkinchisi floema naylari, floema qavatida joylashgan. Kiselema naylari hujayralari qanday tuzilgan? O'lik hujayralardan tashkil topgan kiselema naylariga o'tkazuvchi nay va traxeidlar kiradi. O'tkazuvchi nay va traxeidlar. O'tkazuvchi naylar yopiq urug'li o'simliklarda, traxeidlar esa ochiq urug'li o'simliklarda mavjud. Vazifasi nima desak, kiselema naylarining vazifasi suv va unda erigan mineral tuzlarni tashish vazifasini bajaradi. Keyingisi floema naylari, hujayralar tirik. Bunga elaksimon nay kiradi, organik moddani tashiydi. Demak, kiselema nayi o'lik, floema nayi hujayrasi tirik. Kiselema nayiga o'tkazuvchi nay va traxeid kiradi, floemaga esa elaksimon nay kiradi. Kiselema suv va unda erigan mineral tuzni tashisa, floema organik moddalarni tashiydi. Mana bu rasmlarga ham e'tibor beramiz, ya'ni qavatlar ketma-ketligida mana shundan ham savol tuzsa bo'ladi. Misol, birinchi elaksimon nay joylashgan, ikkinchi yo'ldosh hujayralar, undan keyin lob parenximasi, undan keyin lob tolasi qavatlari joylashgan, ya'ni ketma-ketlikda. Demak, mana shunday.
va oxirgi to'qima bu mexanik to'qima hisoblanadi. Mexanik to'qima o'simlik organlarga mexanik mustahkamlik tayanch beruvchi to'qima hisoblanadi. Ikki xil bo'ladi: kalenxima va sklerenxima. Kalenxima tirik, cho'ziq, qalin qobiqli xloroplastga ega hujayralardan tashkil topgan. Demak, kalenxima hujayralari mana shunday xususiyatga ega. Kalenxima qayerda bo'ladi desak, barg bandida va yosh novdalarda tayanch vazifasini bajaradi. Barg bandida va yosh novda uchun tayanch. Sklerenximachi o'lik, qalin qobiqli hujayralardan iborat. Kalenxima va sklerenximaning hujayralaridagi o'xshashlik mana bu qobig'ida. Bu ham qalin qobiqli, bu ham qalin qobiqli. Lekin sklerenxima hujayralari o'lik, kalenximaniki esa tirik. Xo'p, demak, sklerenximaning ikki xili bor. Birinchi xili uzun va ingichka xili. Uzun va ingichka xiliga lob va yog'ochlik tolalari kiradi. Ikkinchi xili esa bu yumaloq xili. Yumaloqga skleroid kiradi, ya'ni tosh hujayrasi. Tosh hujayrasi urug'larning qobig'ida bo'lishi mumkin, misol uchun yong'oq, olcha, o'rikda hamda meva etida bo'lishi mumkin, nok va behda. Aynan mana shu nok iste'mol qilgan vaqtda meva etida qandaydir g'ichirlagan toshchalar bo'ladi, to'g'rimi? Aynan mana shu narsa yumaloq skleroid hujayralari hisoblanadi. Yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Boya biz asosiy to'qimaning xlorenximasida xloroplast mavjud dedik. Fotosintez qiladi dedik. Va e'tibor bering, mexanik to'qimaning kalenximasida ham xloroplast bor. Demak, bu ham fotosintez qilishi mumkin. Misol, barg bandida turibdi yoki yosh novda turibdi. Fotosintez qilishi mumkin, sabab bunda xloroplast mavjud.